Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Obunachilar, bugungi joyimiz tog' bag'rida. Havo juda ham toza bo'lgan joyda. Toshkent viloyati Parkent tumani Bo'ston mahalla fuqarolar yig'ini Judruq mahallasida joylashgan 12 sotixlik hovlimiz, 2 xonali uy bilan. Bu yerda yana 5-6 ta xonaga vremenka qurib qo'ygan, fundament qo'yib qo'ygan. Hujjat bo'yicha 12 sotix va yana mana shu ko'rgan joylar 20 sotix sama zahvati bilan sotuvga chiqdi. Bu joyimiz tog' bag'rida joylashgan. Salqin joylar. Ko'rsanglar bo'ladi. Bu yerda chorvachilikka sharoit juda ham zo'r. Mahallaning o'ziga ajratilgan yerlar ham bor bu yerda. Chorvachilikdan hech qanaqa muammo yo'q ekan bu yerda. Bu yerda kommunikatsiya xizmati, sveti bor. Gaz bilan suvi привозной. Hozir zo'r joydan yer kerak bo'lsa aloqaga chiqsanglar, batafsil tushuntiramiz.